2025 Chevrolet Damas modeli shahar ichida harakatlanish va kichik biznes ehtiyojlari uchun mo'ljallangan amaliy va ishonchli avtomobil sifatida taqdim etiladi. Ushbu model o'zining ixcham o'lchamlari, oddiy konstruksiyasi va iqtisodiy xarajatlari bilan ko'plab haydovchilar e'tiborini tortadi. Damas ko'p yillardan beri bozorda sinovdan o'tgan bo'lib, 2025 yilgi versiyada tashqi ko'rinish va texnik jihatdan biroz yangilanishlar kutilmoqda. Old qismi yanada zamonaviylashtirilgan, farlar shakli soddaroq va samaraliroq bo'lib, umumiy dizayn shaharga mos ko'rinishda qolgan. Salon ichki qismi funksionallikka yo'naltirilgan. O'rindiqlar qulayligi yaxshilangan, mato materiali mustahkam va uzoq muddatli foydalanishga mos. Old panelda asboblar aniq o'qiladi, boshqaruv tugmalari sodda joylashtirilgan. Multimedia tizimi minimal darajada bo'lsa ham, kundalik ehtiyojlar uchun yetarli imkoniyatlarni taqdim etadi. Konditsioner tizimi issiq iqlim sharoitida barqaror ishlashi bilan ajralib turadi. Bu esa Markaziy Osiyo hududlari uchun muhim afzallik hisoblanadi. 2025 Chevrolet Damas dvigateli tejamkorligi bilan mashhur. Kichik hajmli benzin dvigatel yoqilg'i sarfini past darajada ushlab turadi va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytiradi. Mexanik uzatmalar qutisi oddiy va ishonchli bo'lib, shahar tirbandliklarida ham qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Osma tizimi yuk tashishga moslashtirilgan, shu sababli avtomobil yengil yuk bilan barqaror harakat qiladi. Tormoz tizimi esa kundalik foydalanish uchun yetarli xavfsizlikni ta'minlaydi. Xavfsizlik masalasida Damas asosiy talablarni qondiradi. Old xavfsizlik kamarlari, mustahkam kuzov konstruksiyasi va barqaror rul boshqaruvi haydovchi va yo'lovchilar uchun zarur himoyani beradi. Elektron yordamchi tizimlar ko'p bo'lmasa-da, avtomobilning soddaligi uning ishonchliligini oshiradi. Aynan shu jihat uni tijorat maqsadlarida keng qo'llashga imkon beradi. Amaliy jihatdan 2025 Chevrolet Damas kichik do'kon ega.